Do'stlar, bugun Dilmurod og'amizning oldiga razvedkaga keldik. Xormang Dilmurod og'a. Assalomu alaykum. Har doimgidek shu ko'pchilik barmog'ingizdan tanib qopti, obunachilarimiz. Barmoqni zirib qoldi. Gap yo'q, barmoq yasaymiz hali sizga. Xudo xolasa. Qani charchamayapsizmi o'zi? Ha, rahmat. O'zi yaxshimi? Xudoga shukr. Obunachilar kelyaptimi? Kelyapti, sekin-asta, Xudoga shukr. Gap yo'q, gap. Avvalambor assalomu alaykum. Kamolning obunachilari. Mana har doimgidek ish kunimiz davom etmoqda. Gap yo'q. Metan propan o'rnatish to'g'risida ma'lumotlar berib o'tamiz. Narxlar qancha bo'lyapti? Nima mashinalarga qo'yasiz o'zi? Bir chekkadan qo'yyapsiz. Motori boriga qo'yasiz. Motori borga qo'yyapsiz. Gap yo'q. Hozir ko'raman Toshkentdan kelibdi Nexia 3, bunisi ham Toshkentdan kelibdi Nexia 3, bunisi ham Toshkentdan kelibdi Cobalt. Ha, bunisi Vodiydan kelibdi. Vodiydan kelgan. Vodiylardan ham kelibdi ekan. Birin-ketin kelyapti. Shu podpischiklarimga shu orada rahmat aytib qo'yaman. Shu videolar chiqaryapmiz, ishonib, menga davriya qilib kelganlaringiz uchun shu rahmat. Like ham esdan chiqmasa, undan ham zo'r bo'lardi. Prosta ustakalarimizni videosi kengroq tarqalgan bo'lardi. Shunday. Xo'p, Nexia 3 ga hozir kunda necha pul bo'lyapti? Nexia 3 ga bu mashinamizga общий 3,5 millionga tushyapti. 3,5 millionga nima qo'ydingiz bunga? Bunga propan qo'yib berdik. Propan, ha? Nima zapchaslar? Zapchaslarimiz har doimgidek stak miyasi. Sal ichkariga mana. Ha, endi hamma shu yashirib qo'yadi. Padelkasini bilib qolmasin deb. Mana har doimgidek original yo'q. Yaxshisi, Mana yaxshisi QR kodi mana chuqurroq joylashgan. Bu original. Buni padelkasi chiqmagan hali. juda ham yaxshi. Do'stlar, Meni ichkariga suv tegmasligi uchun ichkariga qo'yib qo'yiladi-da. aha. Xo'p, reduktorlarimiz Reduktor Nordic italyanskiy. Mana bu tomondan bilsangiz bo'ladi. Original padelkaligini. Shlanglar nima bo'lyapti hozir? Shlang mana fragment, как положить fragment. Hammasi aytilganda, xomut, hammasi farsunkamiz mana 01 скоростной mana QR kodi bor. Bu Polshaniki, stakniki. Polshaniki. Stak miya qo'yganimiz uchun Aha. 01 stakni farsunkasini qo'yyapmiz. Juda ham yaxshi. Orqalariga nima bo'lyapti? Orqasiga 42 talik Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Toshkent qayerdansiz aka? Olmaliqdan. Olmaliqdan keldingiz. Erinmasdan. Qanday kelib ketishga yarasha arziydimikan? Tavsiya beramizmi xalqqa yo'qmi? 3-mashinami? Ha, уже 3-mashinangiz. 3-mashinangiz qo'ydirib ketyapti. Chiqib bir marta kelgan odam qayta kelishyapti. Sababi nimaga? Sababi shu aytilganda yaxshi qo'yib bergandan-da. Mana balonlar ham beloruskiy balon. Originalimi? Originali. Do'stlar, Tagi shunga qilgan. Xohlovchilarga shunga qilib beramiz, xohlovchilarga qilmaymiz. Rezina tashab, ha? Rezina tashaymiz. Keyin bu 3,5 million deyapti. Aha. Ko'plar qimmat deganiga ularga birato'la qo'yini dokumentlari. Dokumentlari ham ichida bo'ldi. Ichida. Mana Yagona darchadan hozir onlayn o'tkazilyapti. Onlayn dokument. Ular hammasini qilib beryapmiz. Gayiga bormaydi, yagona darchaga bormaydi. Shu yerda o'zida bitib ketyapti. bitib ketyapti. Juda ham yaxshi. Yugur kam bo'lsa qancha yaxshi albatta. Keyingisiga nima bo'ladi? Bu ham propanmi? Bunga propanni yechib metan qilib beryapmiz. Ha. Buni endi reduktor almashadi. Oldi narsasi asosan turadi, miya, injektorlar turadi. Orqasida asosan balon. Endi kimgadir yoqar lola deydi, kimgadir atirgul shaydosi deydi. Mana kimdir metanda yuradi, kimdir propanda. Mana bunga metan. Qo'yapsizlar ha endi. Balonlar как bo'ladi 26. Gap yo'q. QR kodlari bilan gap. Necha pulga tushyapti? Bu propanni olib ketyapti, 3,2 mingga tushyapti. Ha, propan o'zlarida olib ketyapti. Agar propanni qoldirsa 2,8 mingga tushadi hozirgi paytda. Hisoblab olib qolasiz-da. Hisoblab qolamiz. Рабочий balonlarda ham gap yo'q. Xo'p, Cobalt. Cobaltga metan 0 dan stanovka. Toshkentdan ko'p kelarganda sizlarga. Asosan Toshkent. Gap. Endi O'zbekiston yarim mashinasi Toshkentda. Ha, necha pul bo'ladi mana shu Cobaltlarga? 0 dan qo'yadigan bo'lsa. 4 million 400. 4 million 400 ga original variant bilan. Gap yo'q. Mana bu mashinamizni ham komplekti. Endi kim qanaqa xohlaydi? Qo'yish jarayoni ketmoqda ekan. 01. Qo'yib bo'ldimi? Qo'yib olingan o'sha oldi qismi. 01 farsunka, qo'ydik. Polsha miya, stak. Do'stlar, originali. Mana originali ekan, aha. Xo'p. Reduktor A12. A12 bu. A12 bu. Bu ekonomikroq, yaxshilab ishlab beradi. Xo'p, bu Cobaltgachi? Bunga propan qo'yapmiz. Bunga propan ekan. Hormang usta. Charchamayapsizmi? Mana endi mana zapchaslar qo'yilmagan holatda. Hozir endi kirib keldi. Nordic italyanskiy mana reduktor. Mana bular matoy bo'ladi, shundan ajratib tagida shaybachasi bor. Xo'p, bu farsunkami bu? Farsunka mana bu nima staktik qanaqa bo'ladi? Bu 01. Ha, 01. Bu farsunkalar endi stak miya qo'yayotganimiz uchun stakda o'zini farsunkasini qo'yib beryapmiz. Original mana. Bemalol tekshirtirib olsa bo'ladi. Bunda plomba bo'lmaydi bunda. Qayerdan bilsa bo'ladi? Originaligini mana orqasida shtrix kodi bor.
seriya raqami bo'ladi. Mana o'zida bo'lar ekan do'stlar. O'zida bo'ladi. Mana shtrapka, seriya nomeri original. Mana shu zapchastlar bilan necha pulga tushamiz endi? Bunga 3.200 mingga tushyapti. 3.200 ga. Shunday. Qanday bu arzon bo'ldi? Endi narxni ko'taryapti shunday. Tushunganlar u. 3.200 deyapti. 3.200 mingga. Metan. Propan. Propan. Men metan qayerga qilyapman? Propan 3.200 ga. Tushunarli. Mana miyasini ham ko'rsatib qo'ying. Aha. Bu yog'ini original miyasini Xitoy demasin. Mana. Chiziq. Xo'p, mana original stak ichiga tiqib tashlabdi. Tushunarli. Do'stlar, hammasi original. Agar Yevropaga xohlovchilar, misol uchun ko'plar Basico 24 ga Yevropaga desak, Yevropaga qo'yib beramiz. Unda real italyanskiy farsinga qo'yib beramiz. Ha, unda necha pul bo'ladi? Unda ham shu narx, faqat bu stak bo'lgani uchun stak ekonomishroq. Yevropagazdan ekonomish. Yevropagazdan ekonomishroq. Orqasiga 47 tali balon qo'yamiz. Endi hozir keldi. Hozir balonni olib chiqamiz. Skladdan olib chiqamiz. Aka, assalomu alaykum. Vodiydan keldingiz. Gapi, maşallah. Qanday aka xizmat ko'rsatishlari? Yo'q, hozircha zo'r. Xudo xolasa aytilgandek qilib beradi. Kepkachga arziydimikan narxi? Arziydi. Arziydi, ha? Va nima dedi? Haligisini bersa bo'ldi, o'sha garantiya. Garantiyasini beryapmiz. Garantiyani pechatlar urib beradi, dokument o'zi qilib beradi agar xohlasangiz shu o'zida. Hozir yana bitta narsani ko'rsatdik. Mana do'stlar. Bunga endi boshlanibdi-da qo'yish, ha? Shumkani o'zingiz qilganmisiz? Ha. Tushunarli. Oldin benzinda yurganmi yo? Benzinda endi propan qo'yapsiz. Yaxshi. Propan ham oshib ketdi deydi. Benzinga chiqib oldi deydi. Lekin bir joyi bor. Propanda o'ylanmaysizda, boyagi yomon propan quyib qo'ydim deb. Hammasi bir xil-ku. Metan nima dedim? Benzinda o'ylanishingiz mumkin, qanaqa benzin ekan deb. Boyagi motorga ertaga problema bo'lishi mumkin. Shuning uchun propan tavsiya qilamiz. Gaping. Nima bu? Endi stak qo'yganimizda garantiyani knishkasi bor o'zini. Buni butun respublika bo'yicha har bitta viloyatda o'zini servislari bor-da. Qayerda? Nomerlargacha bormi? Nomerlarigacha bor mana. Telefon nomerlari. Andijon viloyati, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro hammasi telefon nomerlarigacha bor. Biz garantiyani knishka yozib beramiz. Qo'yayotgan zapchastlarimizni yozib beriladi. Как положено firmani pechati bilan akaga topshiramiz. Bir nima bo'lsa o'zini viloyatida olib borsa beradimi? Hozir Namangandan kelyapti-da. Bitta redaktorga biror bir narsasi отказ qilsa, kelib ketishdi o'zi bir kun vaqt ketadi-da. Shunday. Bundan ko'ra eng yaqin Namangandagi eng yaqin servisga shunday kiradida, talon daftarchani shunday ko'rsatadi. Nimasi отказ qilgan bo'lsa, tekinga almashtirib beradi. Tekinga almashtirib beradi. Hech qanaqa 300-400 kilometrni kelib ketdi, bir kun vaqt ketdi, sarson bo'lib yurmaydi hozir. Hozir mana shu garantiya knishkani oladi, boradi, ko'rsatadi, bo'ldi. Masalasi 205. Gap yo'q. Agar bu daftarcha faqat original zapchast qo'yilsa yozib beriladi. Original bo'lmasa bu bera olmaydi. Berib bo'lmaydi. Nimani olib keldingiz deb olib borishni ko'radi, original emasmi? Otib yuboradi buni olib qaraganda. Gap yo'q. Do'stlar, mana gap isboti bilan bemalol solishtirib, keyin kelsalaringiz ham bo'ladi. Aytilgan gapga akamiz javob beradi. Ko'chada misol uchun 100 ming, 200 ming so'm qimmat bo'lishi mumkin, lekin shu narxiga yarasha zapchast qo'yib beramiz. Garantiyasini beramiz. Mana original qo'ydirsin, muammo bo'lmasa ertaga juda ham yaxshi. O'zlariga ham yaxshi bo'ladi. Xullas 12 ta viloyatdan kelaversin akalarimiz, har doim kelaversin. Mana ko'ryapsiz, Toshkentdan ko'proq, Vodiy bu yog'i Qoraqalpoqlardan ham kelar ekan. Qoraqalpoqlardan ham kelyapti. Gap yo'q. Pastda nomerlar qoldiramiz. Mana daraxt orqasida banerlar bor, yo'ldan ko'rinmasligi mumkin. Ko'rinmaydi. Spesial shu orqasiga qo'yganmisiz, bu yoqda. Mana bu yoqqa qo'ysangiz bo'lmasmidi? Yo'q, o'zi manzillarni aytib o'tamiz do'stlar. Guliston, Sirdaryo shahriga kirib kelishda Ragatka yo'l bor, to'g'ri o'tib kelamiz. Yo'l o'ng qo'lda stak 191 yonida joylashgan, banerlari ham mana shu daraxt orqasida ketgan. Pastda nomerlarga bog'lansak, eng muhimi sizlarga lokatsiyalar tashab berishadi. Layklarni bosib qo'yamiz, har doimgidek Kamoliddin Uzdan desak, sizlarga eng zo'rini qilib beradi. Kommentariyada ham o'z fikringizni bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Dilmurod og'a, tugatib qo'ying videoni, qayerga ketyapsiz? Nima deymiz? Har doimgidek ishingizga omad. Podpischilarimiz kelsa, har doimgidek chiroyli qilib, mana shunday garantiyalar bilan qilib beramiz. Telefon qilsin, lokatsiya tashab beramiz. Kelsin, kelgandan keyin telefon qilsa, mana o'zimiz kutib olamiz. Kutib turib, chiroyli qilib, ustanovka qilib, garantiyasini berib, как положено yozib, hammasini dokumentalni qilib beramiz. Juda ham yaxshi. Qimmatroq bir xil ko'plar tushunmayapti, haligacha dokument sistemasi bo'yicha. Oddiy variantda bo'lsa, boyagidan 4300, 4400 mingga qilib qo'yib beramiz. Metan propan 3.100, 3.200 mingga. Shunday. 3.5 million, 3.600 ming propan qo'yayotganimiz boyagi dokumentga ketyapti. U gayiga borib o'tirmaydi, yagona darajaga bormaydi. Bir kun vaqt ketib yana sarson bo'lmaydi-da. Hammasi shu yerda bitkizib beramiz. Juda ham yaxshi. Keladi, biroz aytamiz.
Misol uchun bu mashinalar mana Xohlasa o'zi qilib olishi ham mumkin, ha, o'zimiz qilamiz deyapti bular. Ha. Bularga shu 3,2 mingga qo'yib beryapmiz. Propanni yechib olib ketyapti. Agar balkim tekinga qilib olarsizlar, mana ko'rib turibsizlar. Endi qolgani o'zlarini balkim ishi. 2-3 ta mashina birdan kelsa tekinga qilib beramiz. Akamiz shans beryapti, xohlasangiz qilib beramiz, xohlasangiz o'zingiz qilib oling. Lekin o'rnatish narxlari mana bemalol solishtirib kelsa, xohlasa eng arzoni bo'ladi. Xudo xolasa eng arzoni chiroyli qo'yib beramiz. Gap yo'q, like bosib qo'yamiz. Ishonch uchun mana shu yerga bizni nomimizdan kelib, ishonib kelganlar uchun отдельный rahmat aytib qolaman obunachi akalarga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizni har doimgidek shu bunday ushlamoqchi bo'laman, qo'l chiqib ketadi-da. Uzr endi. Ha, Hazillashim keladi akamiz bilan. endi hazillashib kerak-ku. Bitta ko'rishganda shu barmoq yo'q bo'lsa shu akamiz bo'ladi. Adashmaysiz umuman. Bir xil telefon qilib, Dilmurod aka nomerimi deyapti. Bitta barmoq yo'qmi deydi. Gap yo'q. Like bosamiz, kelaveramiz akamizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Akalarimiz prямо bosib yubordik kamerani. Navoiydan yetib keldik hozirgina. Nima majbur qildi shuncha yo'l bosib kelishga aka? Benzin qimmatligida. Benzin qimmat, ustani opiti keyin. Ustani opiti. Mashina o'zi qo'yib ketdik. Yaxshi ishi. Ha, уже bir necha bor kelgansiz. Ha, tavsiya berasiz xalqimizga. Ha, mana yana kelyapti jo'rlar bilan. Gap yo'q, gap yo'q. Yaxshi kunlarga mining deb qolamiz. Mana haval necha pulga tushadi endi aka? Bunga endi 4 millionga qo'yib beramiz. 4 millionga haval propan. Propan. Eng zo'rini. Eng zo'ri. Boyagi garantiyalar bilan qilib berasiz do'stlar. Havallar ham mana bemalol kelsa bo'ladi. Xudo xolasa akamiz eng zo'rini qilib jo'natadi. Xullas, Kamoldan uzdan deb kelsangiz, eng zo'rini qo'yib ketishingiz mumkin. Yigirmasi bor. Gap yo'q.